Akalar, yangilikchi zo'ri bank, kredit, pena va foizlardan charchaganlar uchun, xaridorlar uchun akalar biz Nasiya savdolarida yo'lga qo'yib qo'ydik. Yillik gadovoy bilasizlar, banklarda 25, 27, eng kami 23% bilan urib beryapti. Bizda esa yillik gadovoy 12 talik hech qanaqa pena va foizlarsiz qilib beramiz. Chang'an Depal S03 avtomobilimizga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Unda biz boshladik. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, oldi polностью faralar, led faralar, bular kunduzgi yoritish uchun chiroqlar, bu esa kech paytda bu bala galaga, ya'ni tepaga tushib o'ynaydi. Kapotni polностью oldi kapot, motori himoyalangan, plastmassa bilan polностью himoyalangan, faqatgina suv quyish uchun, dvornik uchun suv quyish va tormoz yetkizish uchun joy bor. Mana bu joyda RL degan, ya'ni akkumulyator, kichkinagina habit elektromobilda akkumulyatorchasi bo'ladi. Shu uchun joylashtirilgan. Motorda bu joyda 1,5 atmosfernik motori bor. Turbina emas, bemalol 92 quyib 92-95 holatda yursanglar bo'laveradi. Ko'pligini bu joylari ham polностью g'ilop, ya'ni himoyalangan, shumka holatda desa ham bo'lar. Bitta yopasizlar, yana bitta yopsanglar, anchagina qattiq. Mashinamizning temiri, ya'ni ichki taglari polностью osinkovkini qilingan, ya'ni zanglamaydi, ancha yillargacha zanglamaydi. 007larda rosa sotildi, lekin Depal S03 3 yil 4 yildan beri sotamiz, 2-3 yildan beri sotamiz. 3 yil 4 yil demay, 2-3 yildan beri shu yerda ishlayman. Bu yil 4-yil, xudo xolasa. Yaxshisi birinchi kelganda bu avtomobillarimiz 25,5 ming head-up displeyliklari, head-up displeysizlari 24,5 mingdan sotganmiz. Hozir bu head-up displeysizni 21,800 dan 1 yil garantiya, zararchi polik frustrikatsiyasini qilib beramiz. Agar 3 yil garantiya bo'lsa, sizlarga biz moya almashtirish, boshqa narsalarni polностью servisimizda qilib beramiz. Servisga mashina xarid qilganingizdan so'ng servisga mashina boradi. Uning balonlar beshilib, yechilib, kolodkalar, hadovoy chastlar polностью qatirtirilib, moylarni o'zini yumshoq qiladigan, ya'ni bu hozir yangi holatda minib yursangiz, cho'tga qatirilmagan bo'ladi, ya'ni o'zini holatida emas. Prosta ideal holatda qilib qo'yilgan. Hali ideal holatda emas, o'rtacha holatda qilingan. Buni baribir yo'lda keladi, haligi trailda keladi, o'ynaydi, trailer har xil holat bo'ladi, past tepa tushadi. Shuning uchun shu o'ynashni hisobiga mashina o'zi yurmagani uchun sal holroq qilinib qo'yiladi. Shuning uchun 3 yil garantiya bilan olganlar ma'qul. 3 yil garantiya bilan bo'lsa 22,300 dollardan sotyapmiz. Aytib o'tganimizdek 12 talik Nasiya savdo ham qilib beramiz. Nomiylarga promoy oformleniya qilinadi. Boshlang'ich eng kam 25, 20, 25 bilan olsanglar, masalan, ko'pchilik 15 ming pulim bor, 17 ming pulim bor, 20 ming pulim bor, shunaqa deb keladiganlar ham bo'ladi. Ularga ham qilib beramiz. 6 oygacha qilib beramiz. 6 oygacha bo'lsa juda ham oz summa qo'shiladi. Kela olasizlar, xudo xolasa. Depal S03larimiz qora, oq rangliklari 2025-yillar, 25-yilgisi. Do'popsali arzonroq, full variant, ya'ni prosta head-up display yo'q, boshqa hamma narsasi bor. Ichlari napa qo'shalar bilan jihozlangan. Bu yerlar alyuminiy, bez ramishni, oynalari anchagina mana qalin, ko'p qalin. Birinchi qavat qalin va ikkinchi qavatiga yana kichkinaroq, ingichkaroq, yuqoriroq oyna bilan jihozlangan, qilingan. Bu yerlari yumshoqgina koja, belari ham koja, beli bitta mashina bo'lgandek. Salfan olganlardan keyin buni bitta ichini laminatsiya qildirib olsanglar, anchagina yaxshi uzoqroqqa sizlarga tushadi. Kolonkalari bor, shuning uchun mana teshi narsalar bor. Mana bitta kolonka Depalning o'zining kolonkasi, lekin bunda head-up displey yo'q. Monitorimiz buriladi, xohlasalar bu yoqqa ham buriladi, qo'lda ham bemalol harakatlantirsalar bo'ladi, lekin bu zavodskiy harakatlanadi, ya'ni mashina ochganlarda elektronik o'zlariga buriladi. Orqa oynalari, panellari ruchnoy, mana ko'rishlar mumkin. Avarenniy telefon uchun. Endi joystikga keladigan bo'lsak, Depal ezaslar, ko'pchilik kamerasi qanaqa deydi, mana hozir bitta orqa kamerasini ko'rsatamiz. Mana orqa kamerasi. Bunisi har tomonlama ko'rsa bo'ladi. HD holatda ishlaydi mashinamiz. Mana yerda salafanchasi bor, ovorsam bo'lmaydi, baribir kimdir yangi olgandan keyin bemalol o'z ishlashni xohlaydi hamma. Shuning uchun ishlanmaydi. Ichkarida ko'ryapsan, hamma narsasi mana ko'rsatib qo'yamiz. Yaqinroq olib. Balon, hamma narsasi chiroyli holatda mana ichkarilarigacha ko'rinadi, HD holatda. Mo'chi qilsanglar shunaqa holatda tiniq bo'lib qoladi. Bosa olasizlar.
joysticklari bor, 360 kameralarni bu rega solishdan oddiy eng qulayli joylar bu knopkani essilar ham bemalol chiqib keladi. Akustika uchun balandlatib pasaytirish. Bu yerda голосовой упражнениялар bor. Nimaga? Ha, bu kilovat, qani qaysi holatda kilovatlari necha holatda yuradi, hamma narsani mana bu joyda bonusli ko'rsatib bo'ladi. Necha kilometrga qancha sarf qiladi, tepalikka, pastlikka degan narsalari chiqib keladi. Dvorniklari bu joyda ishlaydi. Past-tepa pоворотчиклар va dvornikni knopkani essilar ishlaydi va bundan aylantirib qo'ysalar ham ishlaydi. Endi bu joyga kelsak, ikki dona pastakanchik bor, беспроводник zaryadchik bor, oladi. Ishlari mana bu joylar anchagina keng. Ko'chalarda avvalo qolib ketmanglar. Bunaqa ham bor. Ehtiyoj shart uchun kamera ham bor. Bu tarafda bu yoqqa ham o'tamiz. Bular elektronika. Eng qizig'i bu pastga ham ko'tariladi, tepaga ham tushadi, cho'kadi. Bular oldi, orqa bemalol bo'ladi. Oldi ko'rasiz, hozir mana shu holatda menga jinday keng. Bunday qilsam bemalolroq bo'ladi va osonroq shunda harakatlanib mina olaman. Endi orqasiga o'tamiz. Orqasidan eshiklari, ochilishlari nabishli keng. Bunda ko'rib turganlardek oynasi bunda boshqacharoq qilingan. Sababini biladiganlar bo'lsa kommentlar qoldirib kelsalar. Faqatgina qalinroq qilingan. Narigida esa qalin va ustida ingichka yana bitta oyna qo'yilgan edi oldi tarafida. Bu nimaga orqaga bunaqa, oldiga bunaqa ishlatilgan. Ma'lumotni zo'r bo'lsa aytib beringlar o'zimiz uchun ham bilib olaylik. Bu ham Pony koja napa oldi holati. Bemalol mana men bo'yim 1.78-79 bemalol shu holatda sig'yapman. Panoramasi ko'pchilik qoraymaydi, faqat oqaradi. Bu qoraymaydi, yolg'on gap deganlar uchun mana hozir siniy, ko'kimtir holatda turibdi. Salqinda turibmiz, oftob, quyosh chiqyapti, lekin anchagina siniy. Agar ertalabda qarasanglar, bu oppoq bo'ladi. Hozir ko'karib qolgan, siniy holatga kelgan. Oppoq bo'ladi. Kech paytda ham oqroq bo'ladi. Kunduzi quyoshsiz holatlar, quyosh yana ham quyoshga chiqsa, hozir qorayadi. Anchagina sizlarga issiqlikni o'tkazmaydi. Orqalariga ham bular ham pony napakoja va perforatsiyali mana havo aylanishligi uchun teshishalari bor. Bu yotadi. Ko'rib turganlarni yotib, orqadan bagajdan bemalol narsalarni agar bu yerda siz sherigingiz bo'lmasa, olishinglar mumkin va joyiga qaytarib qo'yaverasizlar. Mayt o'rtada pastikan mana joyi pastikan qo'ygan narsasi ham chiqadi, просто movi material qoplangani uchun chiqarmadik. Kechada mana bu narsalarni chiroyli qilib yopib beraman. Beshparotni zarracha obязательно olib yuramiz. Balonlarga keladigan bo'lsak, razmerlari 225 ga 55 R18 shina va diskalar, 18 diskalar bilan jihozlangan. Bunga qo'shimcha 20 yoki 19 shinalarini shirokiyroq qo'ysalar bo'ladi. Ichkilari mana ko'rishingiz mumkin, mana bu joylar alyuminiy va asinkov narsasi bor. 1 yil garantiya bilan xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun 21800 dan, 3 yil garantiya bilan xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun 22800 dollardan hozirda avtomobilimiz sotuvda tayyor turibdi, nalichada. Orqa faralari polностью yonadi. Bu joylar polностью yonadi. Bittasi tormoz ezib ko'rsatib beramiz. Yondimi? Yondimi? Yondi, ko'rgan bo'lsalar kerak. Endi orqa qismlarida ham polностью davochilar bor, kameralar bor, 360 polностью ko'rinadi davochilari. Mana bu joyda kamera va mana bu yonboshchasi, tugmachasi bor. Ochiladi. Avtomobilimiz sedan, lekin liftback janrda ishlab chiqarilgan. Chunki kapoti yarim holatdan kattaroq holatda ochiladi. Bu joyda nasoschasi o'zini zinagi va qatirib olsalar, qo'rqib unaqa holat bo'lmas, lekin shu holat uchun bezopaslik uchun qo'yilgan va mana bu joyda kichkinagina akkumulyatorchasi joylashtirilgan. Ya'ni 12 kilovatli akkumulyator har bir elektromobil bo'ladimi, benzin bo'ladimi, hammasida bor. 7 kilovatli zaryadchilar bor, zaryadchik, polik, hammada bo'lgandek bizda ham bor. Garantiyalarni aytib o'tdim. 3 yil garantiya bilan xarid qilganda nima yutasiz? 3 yil garantiya bilan xarid qilsanglar, polностью yechib, aytib o'tdim, kalotka hamma narsasini tekshirib, mana sizlarga jo'natib beramiz. Yana qanchada moyni almashtirasiz, hamma narsasini ma'lumotini berib o'tamiz. Bu tarafda oldi yondagi sidina ham elektronik.
siljib kelishlari mana polностью elektronik. Lekin bu shopper sindinaga nisbatan tepaga mana sidni tepaga и pastga ko'tarilmaydi. Chunki bunga shu holat normal holat hisoblanadi. Ya'ni bu tarafga o'tganlarda mana ekran mana bu tarafda odam bo'lmasa, men tarafga qarab buriladi. Bemalol buni ham ko'rishlar mumkin, lekin qo'lda ham harakatlantirsalar, aytayotgandek hech narsa bo'lmaydi. Kalitlari mana shu holatda bo'ladi. Chiroyligina. Plus yana NFC kartachasi ham bo'ladi. Ko'pchilik NFC kartasi mana bu joyda yo'q ekan deganlar uchun bu NFC karta bularda bu yonboshga. Yana mana bu holatini tekkizsalar, keyin ochiladi. Albatta shopper tarafga tekkizasizlar. Bu tarafda tekkizsalar bo'lmaydi. Bizni kuzatib boringlar. Yana qaysi avtomobil haqida ma'lumot berishimizni, ya'ni yana qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, opsiyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Avtomobillarimiz qora, oq, yili 2025-yil sotuvda tayyor. Bosib olinglar akalar. Zo'r joyi ulgurib qolinglar. Hali